Assalomu alaykum elparvardan xalq uchun kanalimiz kuzatuvchilari. Bizlarni YouTube, Instagram, TikTok, Facebookdan kuzatuvchi yor birodarlarimizni sog' salomatmisizlar. Uzoq o'lkalardan, musofir yurtlardan kuzatayotgan do'stlarimizga ham salomat bo'linglar. Bu videoni qilishdan maqsad bizning platformamizda TikTokda, Instagramda, YouTube'da kanallarimiz bor. Shu kanallarimizda 5-6 uzoq endi bo'ladi-ku, odam zoti o'zini kanalidagi hamma narsa kim o'zini fikrini bildiryapti, o'sha xalq fikri qanaqa ekan, kim to'g'ri fikr bildiryapti, kim noto'g'ri fikr bildiryapti, o'shalarni bilgan holatda TikTokda, YouTube'da, keyin Instagramda ko'zim tushib qolgan joylari bo'ldi. 5-6 savollar, qiziq savol deb ham bo'lmaydi, endi oddiy savol. Bu narsani o'sha savollarga bitta kommentariyalarga javob berish maqsadida bu videoni qilyapman. Avtokredit olish birinchi kommentariy. Avtokredit olish uchun nima hujjat kerak va kredit haqida ma'lumot deb yozishibdi. Avtokredit haqida ma'lumot, avtokredit olish uchun avvalambor 20 yoshdan baland bo'lish kerak. 20 yoshdan baland bo'lish kerak. Ayol kishi bo'lsa 55 yoshda pensiyaga chiqsa 55 yoshgacha bo'ladi. Erkak kishi bo'ladigan bo'lsa 60 yoshda pensiyaga chiqsa 60 yoshgacha bo'ladi. 20 yoshdan 60 yosh, 20 yoshdan 55 yoshgacha avtokredit olsa bo'ladi. Va ma'lumot deganda, ma'lumotga keladigan bo'lsak, avtokredit foizi, yillik foizi 23.99. Endi bu degani 24%. Bosh to'loviga keladigan bo'lsak, bosh to'lovi 10%. Mashinani tan narxidan kelib chiqqan holatda 10% bersanglar, o'shandagina avtokredit mashina nomingizga avtokreditga chiqadi. Ikkinchi savol, nega boshqa joylarda bosh to'lovsiz arzon deb yozishibdi? Ikkinchi savolga javob, boshqa joylarda arzonligini sababi, arzon emas, bosh to'lovsiz chiqarishayotgani sababi, endi har bir narsada aytadi-ku, sifatsiz degan narsa. Xuddi shunga o'xshab boshqa joylarda avtokreditga bosh to'lovsiz chiqarishyapti. Xabarim bor. O'zimizda ham misol uchun oyiga yolg'on bo'lmasin 2, 3 yo bo'lmasa 4 ta yo 5 ta mashina boshlang'ich to'lovsiz qilamiz. U qanaqa qilinadi? Misol uchun boshlang'ich to'lovsiz mashinalar asosiy ishi bor, xizmat qilib bo'lgan mashinalar bo'ladi. O'zi aslida o'shandagina o'sha mashinalarni olib, misol uchun bank narxi otsenka bo'ladi-ku, bankda otsenka beradi, o'shanga otsenkasi misol tariqasida $10,000 bo'ladigan bo'lsa, u mashinani ko'chadan 7,5-8 ming dollarga olishadi. Olishib 7,5-8 ming dollarga bosh to'lovi o'sha 10% deb bundan oldingi gapimda aytdimmi, 10% bosh to'lovi mashinani o'zidan yechishadi. O'zidan yechib bosh to'lov qilishadi. Misol uchun 10 ming dollarlik mashinaga 10% to'lovi $1000, keyin 600-650 dollar peraformleniya gai notarius sug'urtasiga ketadi. O'sha 650 dollarni ham qo'ygan holat. Misol uchun ko'chadan 10 ming dollarlik mashinani atsenga 10 ming dollar kiradigan mashinani 8 ming dollarga olishadi. Bosh to'lov 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa, oformleniyasiga 600 dollar ketsa 1600 dollarni bu degani 9400 dollarga tushadi. Misol 9600 dollarga tushadi. 400-500 dollar yana foydasi bo'ladi. O'sha mashinani bosh to'lovsiz chiqarishadi. Shundagina imkoni bor. Qolgan lyuboy, misol uchun hozirgi paytda avtokredit faqat Kapital bank bilan Davr bank beryapti. Bitta pasportga ish o'rinsiz beryapti. Qolgan joylarga keladigan bo'lsa, qolgan joylar ham Hamkorbank ham, misol uchun Transbank ham, Infinbank ham, hamma banklarda kakishdik. Misol uchun ish doxod, oylik doxod so'raydi. Bosh to'lovlarda qaysidir bankda 20%, qaysidir bankda 25-30%, xuddi shunaqa narsa. O'shandagina bosh to'lovsiz chiqarsa bo'ladi. Bu ikkinchi savolga javob. Uchinchi savol, agar kredit tarixi yomon bo'lsa, halol nasiya savdo ham qilib bera olasizlarmi deb yozishibdi. Agar misol uchun bizning elparvar kelasiz, o'zingizni pasportingizni tekshirtiramiz. Misol uchun kimning nomiga kredit chiqadigan bo'lsa, pasportingizni tekshirtiramiz. Tekshirtirganimizdan keyin misol uchun kredit istoriyasi yomon bo'ladigan bo'lsa, halol nasiya savdo ham qilib beramiz. Halol nasiya savdoni variantlari qanaqa? Misol tariqasida bitta mashinani baylashiladi. Misol uchun baylashgan holatda bosh to'lov kamida xuddi shu boya aytgandek 30% olamiz. Sababiki
ko'p joylarga boshlang'ich to'lovsiz halol nashr savdo asosida chiqarib yubordik, yolg'on bo'lmasa, DTPlar bo'ladi, shtrafga tushadi. Misol uchun ko'p bosh og'riqlar keltirib chiqargan uchungina, o'shanchungina boshidan 30% olib halol nashr savdo ham qilib beramiz. Misol uchun Cheris Bank, halol nashr savdo, yo bo'lmasa pulini bo'lib to'lab berish, yo bo'lmasa naqdga, xullas elparvar JM Avtokreditda hammasi mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 4-savol shundan iboratki, bizni eski mashinamiz bor, olib qolasizlarmi degan savol. Bu tradingga asoslangan savolda. Trading so'zi nimaki? Misol uchun bizda mana 2018-yildan 2025-yilgacha ishlab chiqargan avtomashinalarimiz bor. O'sha mashinalarimizni misol uchun o'zini haydab yurgan Nexia 1, Nexia 2, Matiz misol tariqasida eski mashinalarni olib kelishadi. Biza misol uchun bitta mashinaga boshlang'ich to'lov $2000 deymi. Ularning mashinasi misol uchun $3000 mashinani olib qolamiz-da, $1000 vazrat qilib $2000 bosh to'lovga o'sha mashinasini hisoblab olib qolamiz. Agar yana shunaqa narsa, bizning mashinamizni olib qolasizmi degan savol. Misol uchun kelasiz, bizda shunaqa variantlar, bizning sotuv bo'limimizdagi bolalar shunaqa variantlar tushuntirishadi. Bizda 40-50 dan ortiq mashinalar bor. 40-50 dan ortiq mashinalarni ko'rsatishadi sizlarga. Misol uchun yoqmasa, bizdan bir 300-400 metr narida mashina bozor bor. Mashina bozordan ham variantlar ko'rsatamiz. Misol uchun, agar misol tariqasida bizdagi mashina ham, bozordagi mashina ham yoqmasa, o'zingizlar tanishinglarda bo'lsa ham bemalol olib kelsanglar, o'sha mashinani xohlasanglar nashr savdoga ham qilib beramiz, xohlasanglar avtokreditga ham qilib beramiz. Faqat kelishuv asosida bo'ladi. 6-savol shundan iboratki, boshqa avtokreditchilar haqida fikringiz. Men agar bilsanglar, bizning o'zimizning eski obunachilarimiz, misol uchun YouTube'da ham, Instagram'da ham, TikTok'da ham o'zimizning obunachilarimiz bor. Bizning har doim doimiy kuzatib boradigan, har doim aytaman, chiqib, xuddi show biznesga o'xshab, PR, chorniy PR deydik, shunaqa narsalar umuman qilmaylar deyman. Sababi bu biznes. Biznesda salgina bo'lsa ham baribir jiddiylik yaxshi narsa. Tarbiya, muomala, jiddiylik ozgina baribir yaxshi narsa deyman-da. Bizda misol uchun artist emasmiz, yo show biznesdagi klon emasmiz. Bir xil avtokreditchilar chiqib doira chaldiradimi, gitara chaldiradimi, yo bo'lmasam bir mashina ustiga chiqib o'ynaydimi, yo bo'lmasa men vizit tashiyman deydimi. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim balki birgina salgina jiddiy bo'laverib, misol uchun o'zini chista biznesini, misol tariqasida mana shu mulkini chista misol uchun kelganda reklama qilib, reklama deganda qanaqa? Birov shaxsiyatiga tegmagan holatda, birovi dilini ortmagan holatda, birov ko'ngliga tegmagan holatda chista misol uchun aka, mana bu mashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Mana o'zimizda ham biz reklama qilamiz. Bizning boya aytgandek, doimiy kuzatib boruvchi obunachilarimiz biladi. Pastdan reklama qilganda assalomu alaykum elparvar JM Avtokredit obunachilari. Bugungi obzorimizda misol tariqasida Cobalt. Mana shu Cobaltimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina holat, mashina probek, mana bunaqanday holat, bosh to'lov mamuncha, oylik to'lov mamuncha. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, opisaniya nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilishingiz mumkin deb reklama har doim joylab boraman. O'shanga o'xshab boshqa avtokreditchilarga fikrim imkon qadar salgina ommaga tushuntirilgan holatda, ya'ni PRsiz reklamalar olurganinglar yaxshiroq degan fikrdaman. Lekin karvon ko'p rizq bo'lay, hammani omadini bersan. Endi to'g'ri, kimgadir misol uchun bu videoyim kesib olib, misol uchun o'zlariga yuborishingiz mumkin. Kimdirga tegib qolishi mumkin. Bu videoyim sababi o'sha PR qilayotgan insonlarga tegishi mumkin. Lekin yana oxirgi payt bitta narsalarga e'tibor berdim. Avtokreditchilar mandardan uje bir-birini videosini lavha qilib kesib qo'yib, chetga mana uje bir-birini g'iybatga o'tadi. Uje show biznes tugul, uje g'iybatga o'tib, g'iybatni qilib olib, keyingina mashinasini reklama qilishyapti. O'shanga o'xshab, men aytmoqchiman, chista o'zingizlar biznesingizlarni reklama qilaveringlar. Boshqalarning fikrini bilmagan holat. Misol uchun, mana ham agar nobodi shu videoyim orqali qaysidir avtokreditchi ko'rib kimgadir tegib ketadigan bo'lsa, avvalambor uzr so'rayman. Men prosta o'zimni shaxsiy, miyamda o'ylayotgan fikrimni gapirgan joyim. 6-savol shundan iboratki, avtokreditga olishni maslahat berasizmi? Yana shu gapni aytaman. Men har doim hamma videoyimda aytganman. Avvalambor
naqdga olgan yaxshi. Aytadi-yu, naqd asal, nasiyasi kasal. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant, sizda misol uchun 3000 dollar bormi? 3000 dollarga yetadigan mashina olib hayding. 4000 dollaringiz bormi? 4000 dollarga yetadigan mashina olib hayding. Misol uchun 4000 dollar pul bir xillada bordi, 4000 dollarga hozir yaxshi misol uchun Spark beradi, yaxshi Nexia 1, Nexia 2, yaxshi misol uchun yana nima mashina beradi? Nexia 3 ham olsa bo'ladi, misol uchun 4-5 ming dollarga. Misol uchun boshqa kanallarga ko'rib kuzatib borsanglar olsa bo'ladi. Kimdir keladi 4000 dollarga, gentleman deydi 4000 dollar beradida, 7-8 oy to'laydi, oqsoqlanib o'zi to'lolmay, bemas'uliyatlik bilan boshida qiziqib qolib, o'sha 4000 dollarga ham kuyadi qo'pol qaytganda. Oyma-oy misol uchun 5 milliondan to'ladim, 6 milliondan to'ladim, 7 milliondan to'ladim, o'sha pulga ham kuyadi. O'rtachada qo'pol qaytganda 1 yilda bo'lmadigan 7-8 ming dollarga o'zini o'zi inson minusga tiqadi. O'shanga o'xshab birinchi variant naqdga minish kerak, naqd asal, nasiyasi kasal. Ikkinchi variant puliga yetgan mashinani olib haydaydi. Uchinchi variant agar shu narsaga vazbo'shsiz bo'lmay turib haydagingiz kelsagina 500 ming dollar, 1,5 ming dollar yig'dingizmi, mas'uliyatni bo'yningizga olgan holatda avtokreditga mashina olib haydashinglarni tavsiya qilaman. Hozirgi yoshlarimiz, har doim o'sha gapim, hozirgi yoshlarimiz bemas'uliyatlik bilan boshida qiziqish keladi, ada olib bering, aka olib bering, olaman, u bu deb qiziqishadi. Yarim yil, 1 yil yo 2 yildan keyin kelishadi, aka to'la olmadim, 5 yilga oldim, 7 oy to'ladim, bergan pulim qayerga ketadi. O'shanga o'xshab o'zinglar minusga tiqmasdan avvalambor puliga yetganini olinglar. Avvalambor oxirgi variant kredit oladigan bo'lsanglar, mas'uliyatni his qilgan holatdagina olinglar. Meni shaxsiy fikrim. Bu videoni imkon qadar foydali bo'lgan bo'lsa, o'zinglarni avtokredit olmoqchi bo'lgan yo nasih savdoga, halol nasih savdoga olmoqchi bo'lgan do'stinglarga yo bo'lmasam shu mashina haqida qiziqib yurgan do'stinglarga yuborib qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Bizlarni kuzatib boringlar. Xudo xolisa yaxshi variantlar qo'yamiz. Bu elparvar bilasizlar, nomi bilan elparvar, xalq o'ylagan holatda qo'pol qaytganda boshqa avtokreditchilar boyman nima g'iybat qilib qo'ymang. Boya hafta aytganimdek boya avtokreditchilarga o'xshab 1000 dollar foyda qilmaymiz. Bu avtokreditda men foyda qilmayman, xalq qo'y degan inson yo'q. %100 yo'q. O'shanga o'xshab kimdir 1000 dollar foyda qiladi, kimdir 800 dollar, kimdir 500 dollar, kimdir 200 dollar, kimdir 100 dollar. Shaxsan men vaziyat imini o'zim sotuv bo'limida o'tirsam, sotuv bo'limimizda 4 ta 5 ta bola bo'ladigan bo'lsa, imini savdasining tepasida bo'lib qolsam, vaziyatga qarab ish qilaman. Bolalarga misol uchun to'g'ri peripiska chiqarib beraman, men mashina narxi manmuncha, men mashina narxi manmuncha deb chiqarib beraman. Vaziyatga qarab ish qilaman har doim. Misol uchun keladi aka, holatni mana bunaqa deydigan bo'lsa, joyi keldi, tepamda Alloh bu narsani gapiraman bo'lmaydi. Endi Alloh qo'shishim ham bu qo'pol ketganda meni biznesimga hech kim aybi yo'q, hech narsa nima deydi? Biznesimga yolg'on gapirmasligim o'zimning ixtiyorim. Misol uchun to'g'ri gapirsam barakamni beradi, to'g'ri gapirmasam misol uchun nasibamni o'zim qilaman, qo'pol qilib aytganda. O'shanga o'xshab joyi keladi, o'zini puliga ham yurg'izib yuboraman. O'shanga o'xshab bu avtokreditda aldanib qolmasliklarini tavsiya qilaman. Chunki rosa ham ko'pani aytadi-yu, mol bozorda eskilar aytardi, mol bozor chiqib dallol deydi, hozirgi tilda saygak. Juda ham saygak ko'payib ketgan. O'shanga o'xshab ehtiyot bo'lib, so'rab, surishtirib, mana har doim reklamamda aytaman. Yon atrofimizda 20-30 dan ortiq avtokreditchilar bor. So'rab, surishtirib, o'zingizlarga ma'qul deb topsanglar, o'shandagina kelib xarid qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarga ma'qul deb bilsanglar, xarid qilsanglar bo'ladi. Videoni maksimal darajada tarqatamiz. Xudo xolisa, yana videolar qo'yib boramiz. Kuzatganingiz uchun sog' salomat bo'linglar. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Ishingizga omad, yaxshilikni ko'rishlikni nasib qilsin.